qishloqda masalan anaqa bo'ladi. Qishloqlarda. Qayerda somon press nechi pul bo'lyapti? Paran bozorga olganlar kim bor deydi, somon press nechi pul deydi. Hamma paran unaqa pistonsin. Keyin aytadi. Bu deydi, men bitta nimam bor-da deydi. Bu g'unojim bor-da deydi. Mana shuni deydi, sal oyoq cho'loq kim oladi shuni? Hamma u men olaman. Qani rasmini tashlaydi, ko'rsatadi deydi. Keyin shanba kungi deydi, gapimizda deydi, yakshanba kun chiqsa bo'lmaydimi? Biz borib kelishim kerak, palancham kelmas ekan. Shuni muhokama bo'ladi. Shu gapni ko'chirmaslikka keyin aytadi. Ana shu deydi, ikki mahal palam ikki xil ovqat qilsak, birinchisiga bu bo'lsa, kechagi bu birinchisiga qaylanmasda sho'rva qilsa bo'ldi. Boshqa muhokama yo'q. Hurmatli Shuhrat aka, bu nafaqat sizga, balki umuman mana shunday qishloqi shaharlik, viloyatlik, toshkentlik deb ajratadigan barchaga tegishli. Men mana shu suhbatni, podkastni ko'rib chiqdim oxirigacha va podkast davomida 80% ga yaqin yaxshi gaplar, yaxshi mulohazalar bo'ldi, lekin doim gaplaringizda siz xalqni qanaqadir pastga urish, xalqni yerga urish bilan shug'ullandingiz. O'zbekistonliklarning ongi yo'q, o'zbeklarning saviyasi yo'q. Yo, o'zbekistonlik demadingiz. O'zbeklarning saviyasi yo'q deb bir millatning ustidan kulish. Ikkinchi o'rinda qishloqi deb 5 marta kamida ishlatdilaring suhbat mobaynida. Qishloqliklar bunaqa. Zulfiqor Musoqov degani bo'lardi ilgari. Aqli noqis bir inson. Ashaqangi qishloqliklarni obrazini bir omi, saviyasiz inson deb ko'rsatgan edi u xalqqa kinolarida. Mana men qishloqlikman, keling siz bilan debat qilaylik. Sizning mutaxassisligingizda ham bemalol gaplashib qo'yamiz debat mobaynida. Balki siz kuchliroqdirsiz, balki yo'q. Karl Marx deylik, Schopenhauer deylik, badiyat deylik, siyosat deylik, tarix deylik, istalgan mavzungizda ingliz, rus, yapon va o'zbek tillarida siz bilan bemalol debat qila olaman. Gap bu yerda o'zimni maqtashda emas, qishloqliklar ongsiz degan gapga javob o'laroq aytyapman. O'zbeklar ongsiz deyishga sizning haqqingiz yo'q. Butun bir millat ongli yoki ongsiz bo'la olmaydi. Ular doim ajralishadi qutblarga. Siz nahotki siyosatchi bo'la turib mana shundaqangi boshlang'ich ta'limni tushunmasangiz, bir millat yoki bir davlatda yashovchilar asosan 3 qismga ajraladi. Aristokratlar, mulkdorlar, pulvorlar, mansabdorlar, orqasidan ziyolilar keladi. Haqiqiy ilmi bor shaxslar va albatta eng katta qismi avom, oddiy amerikalik avom va o'zbekistonlik avomni aslida unchalik farqi yo'q. Ular ham bular ham bilim saviyasi darajasidan deyarli bir xil va bu normal holat. Qaysi biring viloyatlik deb ajratayotgan bo'lsang, qaysi biring qishloqi deb ajratayotgan bo'lsang, asli senlar xaribsan. Yoshing, irqing, millatingdan qat'iy nazar xaribsan. Davlatni ichidagi mana bunday propaganda insonlar o'rtasida tafovutni, ahmoqgarchilikni ko'payishiga olib keladi xolos. Marhamat, mening Instagramim mana shu, aloqaga chiqishlaring mumkin.